Bu kasallikmi yoki monopoliya bo'lyapti? Bu yerda nima bo'lyapti o'zi? Siz shaxsiy fikringizni kommentariyada bildiring. Nimaga bu daraja utilizatsiya? Kasallik to'g'risida Rossiyalxoznadzorya veterinariya xodimlari aniq bir hali tashxis qo'ygani yo'q, kasallik nomini aytgani yo'q, lekin ko'rdingizlar, sizlar ham bildingizlar, ayrim veterinarlar o'sha kasallik nomini aytishdi. U kasallik qizig'i, kecha men ikkita video ko'rib qoldim. Bittasi mashinada turib, ya'ni mol yotibdi, O'zbekistonga ham kirdi deyapti. Bu haqiqatmi? Iloyim kirmagan bo'lsin, duo qilinglar, kirmasin umuman. Rossiyada bilasizlar, yaqin hafta ichida normal mol уже o'ltirilib, o'qil bilan o'ltirilib, yoqildi. Endi 2 kundan beri umuman hech nima o'ltirilmayapti. 2 kundan beri уже Rossiya Dumasi, ya'ni deputatlari yoqilmasin, yoqqanlarning ham даже kerak bo'lsa eshitdim, kompensatsiya qiladigan bo'ldi dedi. Ya'ni pullarini to'lab beradigan bo'ldi. Ya'ni bitta mol yoqqan bo'lsang, 2 tani pulini ber deyapti. Nimaga bu narsa misol veterinariya xodimlari kelib qonunni olib tekshirmasdan qilishyapti. Ko'p odam, ya'ni bu monopoliya deyishyapti. Ya'ni Miratorg degan kompaniyaga boykot e'lon qilishgan ruslarning o'zlari. O'zbekistonda ham bunaqa bo'lishini biz umuman xohlamaymiz. Shuni hisobiga O'zbekistonga vaqtincha hozir mana 10 kun 15 kunga o'zi qizib ketadi Rossiyaning butun joylari. O'zi mayda boshida juda ham issiq bo'ladi, 15-20 gradus. Shuni hisobiga jigarlar 15-20 kun tinch o'tirsa, xudo xolasa, kirmay tursa, bu hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Butun Rossiyada hozir Orenburg, Kazan ham o'zi boshladi karantinni, Chuvashiya, Astraxan tomonlar, Rostov, Altay, Novosibir hamma karantinga qo'yib tashlagan. Hali yana 1-2 kunga yana 4-5 ta oblast kirsa, pashta Rossiyani 80-90% shaharchalari kirgan bo'ladi o'sha karantinga. Karantin minimum 60 kun bo'ladi. Minimum. Shuni hisobiga ehtiyot bo'lib turasizlar, xudo xolasa. Duo qilinglar, inshaalloh bu kasalliklar umuman kelmasin, yo'qolib ketsin. Tamom, duo qilinglar.